Assalomu alaykum do'stlar. Jo'xorini yaxshi ko'radiganlar videoni o'tkazib yubormanglar. Bugun sizlarga tuzlari ichiga o'tib, yumshoqqina bo'lib chiqadigan, yeganingizda esa donlari ajralib, o'zagigacha suvli bo'lib pishadigan jo'xorini ikki xil oson uslubda pishirishni ko'rsataman. Jo'xorini tozalab, yaxshilab yuvib olganimizdan so'ng, qasqonimizga 3 litr suv, 6 osh qoshiq tuz qo'shib, tuzimiz erigandan so'ng jo'xorini tuzli suvga tekkazib olib, qasqonimizga terib chiqamiz va o'rta olovda 1 soatga pishirishga qo'yib qo'yamiz. Ana endi ikkinchi uslubni pishirishni ko'rsataman. Idishimiz tagiga jo'xori po'stlog'i va jo'xorini solib, tabga ko'ra tuz hamda 1 litr pishgan sutni solib, 1 bo'lak sariyog' hamda jo'xori ko'mguncha suv solib, o'rta olovga 1 soatga pishirishga qo'yib qo'yamiz. Bu orada qasqondagi jo'xorimiz ranglari juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Endi uni yanada xushxo'r qilish uchun issiqligida ustiga tabga ko'ra tuz hamda eritilgan sariyog'dan surib chiqamiz. Bu orada sutga pishirilgan jo'xori ham yumshoqqina bo'lib pishib chiqdi. Do'stlar, ikki xil uslubda pishirilgan jo'xori retsepti tayyor. Sizlarga ko'proq qaysi uslub yoqdi? Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.